qarang, irratsional deganlar nazariyasini olib ko'rib chiqamiz, undan keyin so'zlarga o'tib ketaveramiz. Nazariyasi qanaqa desak, mana misol uchun ildiz ostida fx teng qanaqadir a ga bo'lsa, son. Endi sonimiz qanaqa bo'lishi kerak? Har doim yo'ldan katta. Agar bu yerda manfiy son tursa, ildiz bu yoqqa manfiy son tursa, u bo'sh to'plamdir. Sabab ildizlik ifodamiz hech qachon manfiy songa teng bo'la olmaydi. Shunaqa, yo'l ham bo'lishi mumkin. Bu tenglama qanday ishlaymiz? Nima deysizlar? Shu ko'rishda tenglama, mana bu yerda x qatnashgan ifoda, bu yerda qanaqadir son. Ikki tomondan kvadratga Ikkita tomondan kvadratga oshiriladi. Kvadratga oshiriladi va f2 teng a kvadrat. uchta tenglama ishlanadi. Modul yo'q. Endi qaranglar. Modul deb Aniqlash, ma'nosi yo'q. Aniqlash soha degan narsa kerak. Buni bizga kerak emasmi degan savol qo'yib olishimiz kerak. Aniqlash soha ildizdagi musbat bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi qara, mana o'zi mana bu yerda musbat songa teng bo'lib turibdi bu. Uni men yana fx ni katta yoki teng yo'lda ishlashim shart emas. Musbat songa teng bo'lib turgan bo'lsa. Tushunarli? Buni ishlash shart emas. Aniqlash soha shart emas. Agar musbat songa teng bo'lib turgan bo'lsa. Tushunarli? Endi qaranglar, bu birinchi holat. Ikkinchi holat ildiz osti fx agar amiz bundan kichik son bo'lsa nima bo'ladi dedik? Lekin mavjud bo'lmaydi. Tushunarli? Endi sonlik holatdan chiqdikmi? 3 holatimiz. Ildiz ostida fx qarang, juft daraja uchun ishlayapmiz. Juft daraja. 4-chi, 6-chi, 8-chi juft darajalar uchun o'rinli. Tushunarli? Ana qarang, endi jx bo'lsa, ya'ni fx bu tomonda x ifodamiz, bu tomonda ham x lik ifodamiz. Tushunarli? Bunda vaziyatda nima qilinadi desa, yana o'sha gap kvadrat ko'tariladi. Kvadrat ko'tarilgandan keyin fximiz jx ga tenglanadi. Endi eng qiziq joyi mana kvadrat bo'ladi. Eng qiziq joyi, qaranglar. Aniqlash hozirga. Kimdan aniqlash hozirga? fx dan. fx dan? Yo'q. jx dan. Nima uchun jx dan? Chunki fx jx katta yoki teng deb qo'yamiz. Nima uchun fx dan emas, jx dan olyapmiz? Ana o'rnida jx kelyapti. Qaranglar, ha. Mana bu musbat songa teng bo'lgandagina yechim bor. Mana bu son musbat son bo'lmasa, bo'sh to'plam. Shuning uchun ikkinchi tomon, ya'ni ildizdagi ifodani aniqlash olib o'tirmaysan. O'shanga teng bo'lgan ifodani o'zi aniqlash oladi. Tushunarli? Aniqlash soha olmadi. Xdan shu ishlanadi, shunaqa shart qo'ydi. Tushunarli? Undan ham oson usuli bor, qarang. Hech qanday aniqlash soha olmaysan. Lekin chiqqan x1 x2 laring bo'ladi-ku, x1 x2 mana bu ifodaga borib qo'yasan. Mana shu ifodang musbat bo'lsa, mana tenglikka qo'yib qo'ysang ham, tengligini tekshirsang ham bo'laveradi. Tushunarli? Shunda vaqtdan yutamiz. Lekin aynan nazariyasi aniqlash soha olish kerak. Tushunarli? Xo'sh, va top daraja bo'lsa-chi mana, misol uchun 4-holatimiz. Qanaqadir 2n + 1 yoki -1. Bu nima? Top son formulasi, to'g'rimi? fx teng jx bo'lsa, bu qanday ishlanadi desa, ikki tomon o'sha top darajaga ko'tariladi. Plus yoki -1 va hech qanaqa aniqlash soha shart emas. Tekshirib ko'rish ham kerak. Top darajani shu solib ketaverasiz. Manfiy son bo'lsa ham o'rinli bo'laveradi. Chunki mana uni ishlash mumkin. Ildiz ostida x - 2 kub ildiz ostida -3. Mana shu ishlab bersa, qo'rqmasdan kubga ko'tarib ishlayverasiz. Bu manfiy musbat ishlasan farqi yo'q bunga. Tushunarli? Nima bo'ladi? Kubga, kvadratga ko'tarib qo'yibmiz. Kubga ko'tarsak, bu x - 2 bo'ladi. Bu-chi? Oyoqqa o'tib qo'ysadan x teng -25. Qaranglar, -25 qo'yinglar shuga. -25 ga -2 -27 ni beradi. -27 dan kub ildiz ham -3 chiqadi. Tengligi ham o'rinli bo'ladi. Tushunarli? Demak, top daraja bo'lsa, farqi yo'q ekan. Musbat manfiy kvadratga oshib, kubga oshib, 5 ga oshib, hisobga berasan. Lekin juft daraja bo'lsa nima qilganmiz? Aniqlash sohaga ehtiyot bo'lar ekanmiz. Qolgan misollarni davom ettiramiz. Shu yerga bitta yozganlar foydasini.
Misollar qaranglar. Birinchi misol. Ildiz ostida x teng 3 ga. Ikki Shuni qanday ishlaymiz? kvadrat metr bo'ladi. Ko'rga tangni x teng 9 ga. bo'ldi javob. Savol bormi? Yo'q. 5 gacha ishlaydi. 4. Ildiz ostida x kvadrat minus 144 mi? Shu teng 5 ga nima qilamiz? Buni ham kvadrat metr. Shu teng 25 ga. Yoqib tursam x kvadrat teng 169. Bitta ildiz olsam Plus minus 13. plus minus 10. Ikkalasini bitta soatda olamiz. Qaranglar, aniqlar soha e'tibor qilmayapsiz. Sabab bu tomondan musbat soat turgani uchun. Tushunarli? Aniqlar soha shart emas. 7-chi misol qaranglar. 7-chi misol ko'pchilikka qiyin ko'rinadi. Ildiz ostida 3 minus 1. Nima qilamiz? Buni ham odatdagi kvadratga ko'taramiz. X minus ildiz ostida 3. Kvadrat birinchisi 3 ha? Minus 2 ildiz ostida 3 plus 1. Hammasini yoqqa o'tiraman. Next teng. Qaranglar, bunga buni qo'shsam 5 bo'ladi. X teng 5. 4, bu minus yoqqa borsa plus bo'lib qoladi 5. Mana ikkovisi bir xil ketadimi? Bo'ldi javob. 5 ning o'zi. Tushunarlimi? 10-chi misol. 10-chi misolda x plus 3 4. Bittasini biz ostida 5. To'g'rimi? Nima qilamiz? Ikki tomon yana o'sha ko'rib proporsiya qilamiz. Bu yoqda. Buni bu yoqqa o'tkazamiz. 4x qoladi. Buni bu yoqqa o'tkazamiz. 9 mi minus? 11 ha? X teng Minus 10. tushunarlimi? 4 ha? Ko'p qo'yardim. 4. 13. 13-chi misolda nima berilgan? X kvadrat plus 4x plus 3 taqsim 1 minus ildiz ostida teng 0. Bu ratsional nima? Tenglanma. Ratsional degan nima ishlanadi? Surat 0 ga teng deb ishlanadi. Mahraj teng emas 0 ga ishlanadi. Surat 0 ga aylantirgan qiymatlar nechi? Betga ko'ra minus 3 minus 1 bo'ladimi? Ana endi buni mahraj teng emas kimga? Mana 1 minus ildiz ostida x imiz teng emas 0 ga. Ildiz ostida x imiz teng emas 1 ga. Kvadrat ko'tarsam x imiz teng emas 1 ga. To'g'rimi? Endi qaranglar. 1 ga teng emas. Endi bizga borki aniqlash ham bor deb edi. Mana bu narsamiz nima bo'lish kerak? X imiz 0 dan katta yoki teng bo'lish kerak. Lekin 1 ga teng emas. Qaranglar, mana javoblar nima chiqdi? 2 yo'q. Mana. Qaranglar, mana minus 1 ildizdagi qo'shim bo'ladimi? Yo'q. Minus 1 ildizdagi qo'shim bo'ladimi? Yo'q. Buni minus 1 necha soat, 1 da o'zi necha soat oson bo'ladimi? Minus 1 qo'shib 0 bo'lib qolaman. Javob bormi? Javob bo'sh turibdi. Hech qaysi qanoatlantirmadi. Shularni? Ha? Akibani ana bundan chiqqan yechimlar bu ildizdagi qo'yib bo'lmaydi. Ildizdagi nima qoladi? Nima qoladi? Ildizdagi mana bo'lish mumkinmi? Yo'q. Demak, aniqlash tegishli emas. Shuni chiqarib tashlash. Xo'sh, nima degan bu? Ha? Minus 1 minus 3. Ildizda so'z 1 ga emas. Xo'sh, qaranglar. Hozir mana vektor to'g'ri hisoblaylikmi? Vektor to'g'risidagi so'z qarang pastdagi. Ha, qaranglar, mana xato qildim, uzr deganim. Mana bu narsa qaranglar, o'xshaymiz ekanda. Ildiz o'zi bo'lib ketib qolibmiz-da. Endi qaranglar, bir qo'shilgan minus 1 qo'shilgan ildizdagi musbat, minus qo'shilgan ildizdagi musbat. Tushunarlimi? Demak, minus 1 bilan minus 3 yechim sifatida olinadi ikkalasi ham. Endi buni aniqlash sohasi, qiymatdan so'radimi? 1 minus x imiz teng emas 0 ga. Xo'sh, x imiz teng emas 1 ga. 1 ga teng emas va ikkalasi yechim sifatida olinadi. Tushunarlimi? Alib ketib qolibmiz-da shu joyga. Xo'sh, savol bormi endi? Yo'q, bo'lsa 16-chi misol qaranglar. 16 da ham xuddi shunaqa ekan. X kvadrat
minus 6x minus 7 taqsim. Ha, ildizni olib olaylik. Adashib ketmang. Teng yo'q. Bu ham shu tepani o'rnataylikmi? Necha bo'ladi? Necha ikkiga ko'ra? Siz boshda 5 bo'lar x. Ustozdan 6x minus bo'lar efektida. Oho, 15 deb 16 deb 15 ga ko'chirib qo'ydik. Qay 15 da shu? 15. 15 ko'rib. Plus bo'lar x kvadratdan keyin. Mana plus bu minus, ha? Bo'ldi, necha bo'ladi endi? 7 qaysi minus? 7 minus da, boshqa misol. Ha, x'imiz teng emas kimga? Minus 3 ga qayda oldim? Kamiga olib chiqqan javoblarni istagini qanoatlantirish kerak-da. Minus 7 qo'ysang qanoatlantiradi. Yo'q, manfi qoladimi? 1 qo'ysam qanoatlantiradi. Demak, 1 ni faqat ikkinchi hisobga oladi. Tushunarlimi? Yozib olamiz. 19 misol qaraymiz. 19 misolda 25 minus x kvadrat ildizni ostida 3x teng yo'q. Teng bo'ladi. Yana 18 yozdimmi? 18 da. 18 19 ga 18 yozdim. Qanday ishlaymiz bu deysizlar? Qaranglar. Teng nima bu? Har biri nima teng mana? Har biri. 25 minus x kvadrat teng 0. 27 minus 3x teng 0 deymiz. Bundan x teng plus minus 5 chiqadi. Bundan x'imiz teng 9 chiqadi, to'g'rimi? Qaranglar. 9 qanoatlantiradi bemalol. Bu musbat ichkari qo'shing bo'ladi-da. Ha, lekin minus plus 5 qo'yib ko'rishimiz kerak. Bo'lar, minus bo'ladi. Minus 5 qo'ysam nima bo'ladi? Ichkari plus bo'ladimi? Plus 5 qo'ysam Bo'lmaydi. Plus bo'ladi. 15 bo'ladi. Ikkalasi ham qarorlanadi. Bu ham ololadi. Javob ikkalasi bo'ladi. Tushunarli? Agar mabodo desang mantiq bo'lib qolsa, uni olib tashlash kerak. Tushunarli? 22. 22-misolda ham x kvadrat minus 4x plusdan 3. Ildiz ostida x kvadrat minus 6x plusdan 8. Shu teng yo'q, to'g'rimi? Nima qilamiz? Bu ham o'sha gap. Har birini nol tenglaymiz. 3-1. Bundan 3-1 chiqadi. Buni o'zidan 2-4. 4 ikkalasi musbat, to'g'rimi? Qaranglar. Bu bemalol qanoatlantiradi, nolga aylantirib beradi. Mana bu 1 qo'ysa musbatmi? Chiyandek-siraman. Ha, musbat. 1 qo'ysak 7 bo'ladi, 2 bo'ladi. 3 qo'ysamchi? 9 ayrilib 18. 9 18. Yo'q, Bu bo'lmaydi. manfi bo'ladimi? Demak, bu yetim sifatga olinmaydi. Javob 1, 4 va 2 ko'rsatib beradi. Tushunarlimi? 25. 25-misolda 25-misol qaranglar. Nima bergan? Ko'paygan ildiz ostida x kvadrat plusdan 8x plusdan 12 tengdir. Buni ham har birini nol tenglaymiz. Nol tenglagan paytimizda bundan nima chiqadi? Minus 5 Minus 5 minus 4 bo'ladi. Bu ikkalasidan nima chiqadi? Nol minus tenglagan. 6 minus 6 Minus 6 minus 7. Qaranglar. 2. Mana bundan chiqqan yechimlar buni aniqlash sohasi qanoatlantirish kerak. Bundan chiqqan yechimlar buni aniqlash sohasi qanoatlantirish kerak. Tushundingmi? Qaranglar. Minus 6 ni bunga qo'yib ko'raman. 36 minus 54 minus chiqadi. nega? Bu 36 bo'lsa bunga qo'ysang 26 chiqadi. musbatmi? Demak, mana bu 6 o'rinli. Minus 2. Minus 2 ni qo'yib ko'ramiz. O'rnini siz 18 o'rinli. O'rinli. Nol bo'ladimi? Yo'q, 4 bo'ldi. Demak, bu ham musbatda, xulos, to'g'rimi? Endi bundan chiqqan bunga tekshirib ko'raman. 25 ayrilgan 40 Yo'q, bu atmen minus 4 ta tekshirib ko'raman. 16 minus 32 bo'lmaydi. bu ham manfi bo'lib qoladi. Demak, bularni ola olmayman, bularni ola olmaysiz. Javob 5 6 minus 2 ketadi. Tushunarlimi? Sababini tushunyapsizmi? 28. Xo'sh, 25 ni ko'rdik. 8. 28. Qaranglar, 28 dan ildiz ostida x kvadrat plus 8 ko'paygan x kvadrat plusdan x minusdan 3. Bir tomonga o'tib olaman, qaranglar, o tomon turgan ekan. Maylimi? Plus 3x. Shu teng nolga, to'g'rimi? Nima bir xil guruhda?
Ildiz ostida x kvadrat plus 3x bir xilmi? Ortiqdan bundan nima qiladi? X kvadrat plus 2x bir de minus 1 ku. Minus 4 deb yozib olasizlarmi? Ana endi boyiq holatga kelmadimi? Ko'paytma 0 bo'lish uchun har biri 0 bo'lish kerak. Bundan nimalar chiqadi? Yana qarang. 0 bilan 0 bilan minus 3 birdan hisoblanadi. Bundan nima chiqadi? Ildizi son chiqadi. Necha? Xo'sh. 1 plus 4 tanasi 16 bo'ladi. 16 plus 17. Minus 1 plus ildiz ostida 17 taqsim 2 minus 1 minus ildiz ostida 17 taqsim 2. Ikkita ichim chiqdi. Shunday to'g'rimi? Endi qaranglar. Bu taqriban necha deb olsak bo'ladi. 4 chiqadi unda. Mana bu 16 da bo'lgan 4 chiqadi-da. 4 ta ostiga yozadi. 4dan 1 denglar. 4dan 1dan 1 ketsa. 3 bitim mi? 3dan 1 2 bo'lsa. 15 bitim 5. 15 deysanmi? Evet, 1 bitim 5. Ya. 1 bitim 5 o 5. 5 55 da, to'g'rimi? Mana. Buni ustidan-chi? Ondan 4 bitim 1, minus 5 bitim 1. 5 bitim 1. 1 5dan 1 2 bo'ladi. 55. 2 bitim Minus 2 bitim 55. taqriban shunday endi, to'g'rimi? Shuni qo'ysalaring mana musbat manfiymi? Mana buni qo'ysak. Musbat. Musbat to'g'rimi? Bu qanoatlantiradi, bunisi-chi? Bu yapar. Buni kvadrati 3 ga ko'paytirganimiz bor. Yo'q, bu manfiy bo'lib qoladi. Aha, 3 ga ko'paytirganimiz katta bo'lib ketib qoladi-da. Endi bunga qiziq yo'q. Bundan chiqqan javob 100% qanoatlanadi. Chunki bu tomonda iz yo'q-da. Tushunarli? Demak, buni yechib sotib oladi. Ildiz bugün taqdirdan olaman. Aha. Tushunarlimi? Yozib olinglar tez. Ostan ekan hozir 30 deyapti. 30. Qaranglar. 30-misol nima deyapti? Ildiz ostidan x kvadrat plus 3x 4 ko'paygan x kvadrat plus 5x plus 5. Proporsiya X kvadrat plus 3x minus 4. vaqtida chiqarib ketyapti-ku. Bitta nimaga? Biriga. Qaranglar, ha, buni bir xilku, to'g'rimi? Qisqartirasan. Faqat degan joyi bor, ha. Faqat. Chiqqan javoblaring mana shu aniqlar sohasi tegishli bo'lishi kerak. Mana bu yerga teng emas olib qo'yishimiz kerak. Hop, bu yoqqa o'tsa nima bo'ladi? Plus 4 bo'ladi. To'g'rimi? Shundan nima yechimdan chiqadi? 4 minus 4. Ikkalasi minus. So'ru 1 Minus minus. Sho'y minus, to'g'rimi? Qaranglar. Minus 4 qo'yib ko'ringlar. 16 ayrılgan 10. Bo'lmaydi. Manfiy. Yo'q, bo'lmaydi. Manfiy. Bo'lmaydimi? Minus 1 ni qo'yamiz. Ve ayrılgan. 0 bo'lib qolsa mumkin emas. Manfiy. Yo'q, mumkin emas. Minus 1 ni qo'ysak. Manfiy. Yana manfiy bu. Yechim bormi? Yo'q, Yo'q. bo'shliqlar. Tushunarlimi? Savol bo'lsa beringlar. Ana endi mana 31, 32-misolda qanday ishlanadi? 32-misolga e'tibor bo'ladi. X plus 4 teng 5 ildiz ostida x. Qaranglar, buni ustida ko'p, hozir kvadrat ko'tarib ishlasangan muammo bo'lmaydi. Lekin undan ko'ra kvadrat ko'tarib ishlagandan ko'ra belgilash olib ishlagan bizga qulayroq. Qaranglar, ildiz ostida x ni qanaqadir t desalar, x ni o'zini oladi. Bu yo'qligini kvadrat teng oladi. Eng qizig'i, qaranglar, belgilash olganda aniqlanishi ham kerak emas sizlarga. O'zi aniqlanishi o'rnidan chiqarib tashlaydi. Tushunarli? Belgilash eng qulay narsa. Demak, t kvadrat plus 4 teng 5 ta t deb t kvadrat minus 5 ta t plus 4. Endi necha? 4 1. Kuya minus. Ikkovi musbat. Musbat. Aha. Endi t deb nima beradi? Ildiz ostidan x ni bir marta 1 ga tenglayman. Kvadratga oshiraverasan 1 chiqadi. Ildiz ostida x ni bir marta 4 ga tenglayman. Kvadratga oshiraverasan kvadratga oshiraverasan 16. Ildiz olmaymiz bu. Kvadrat tenglama emas. Tushunarlimi? Savol bormi? Yo'q. Xo'sh. 35. 35-misolda nima bergan mana? 10 ildiz ostida x plus 3. 6 taqsim ildiz ostida x plus 3. Plusdan 17 tengmi? Qarang, nima deymiz? Ildiz x plus 3 T desak 10 t minus 6 taqsim t
Umumiy beraveramiz. 10 ta kvadrat minus 12 plus 12 ta plus minus 6 teng 0. Vaqtida o'ylab turaman. T kvadrat plus 12 ta minus 60 teng 0. 12 kere 5. 12 5 desam bo'ladimi? Qaysi minus? Qaysi minus? 12 minus. Yo'q. Bo'lmaydi. Ikkovi minus bo'lmasa ekan, ha? 23. 23 desak bo'ladi. Minus 23. Minus 23 desak bo'ladi. Endi nimaga ko'paytirdim? Bunga bo'lib qo'yamiz. Minus 2 yu 0,3. 0,3 yoki 3 taqsim 10. Endi nimani dedik? X plus. Mana shuni ichida qo'yamiz bunga. Qaranglar, minus 2 ni qo'yaman sizga. Bo'sh to'plam. Manfiy narsa bizga teng bo'lish kerak emas dedik, ha? Boshida aytdik, ha? Demak 3 taqsim 10 ga 0,3 tenglayveraman. Ildiz ostida x plus 3 teng 0,3 ga kvadrat ko'taraveramiz. X plus 3 teng 0,9. Ayiraveramiz. 0,9. Minus 2,9. 2,97. Javob shu. Tushunarlimi? Yozmay. Yozinglar. 38 misol qaranglar. Bundan belgilash olamiz mana. Mana t desa bunisi nima bo'ladi? Bir taqsim t bo'ladi. Xo'sh, ildiz ostida 2 minus x taqsim x minus 1 t desa, bunisi bir taqsim t minus 7 taqsim t minus 6 teng 0. Numarani beramiz. T kvadrat minus 6t minus 7t teng 0. Bundan nima chiqadi? 7 yu 1. Qaysi bir? Minus Minus 1. 1 minus. To'g'rimi? Endi belgilagan narsani shu olib qo'yamiz. Minus 1 ni qo'yaveramiz. Yo'q, chunki chiqmaydi. Yo'q, marjin tenga bo'lmaydi. 7 ni qo'yamizda, 2 tomon kvadrat ko'taramiz. 2 minus 2 x minus 1 teng 49. Proporsiya ko'paytiramiz. 49x minus 49. X minus 49. Xo'sh, buni bu yoqqa o'tkazaman, buni bu yoqqa o'tkazaman. 50x bo'ladi. 51 bo'ladimi? X teng 51 taqsim necha? 50. 50. Boya aytdim, belgilash olgandan keyin aniqlanish o'rniga shart emas. Aniqlanish o'rniga bu shart emas. Tushunarli? Chunki javob bersa ishlaydi. Xo'sh, undan keyingilari mana aniqlanish o'rniga mana bu joyda o'zi chiqarib tashladi. Keraksiz. Tushunarli? 40-misol qaranglar. 40-misolda 3 taqsim 4 plus ildiz x minus 5 taqsim 4 ildiz ostida x plus x teng 1 taqsim 12. Qanday ishlaymiz? Ikkinchi kasbni Umumiy beramiz, to'g'rimi? ildiz ostiga x chiqarsa bo'lmaydi. Yoki belgilash o'yini ildiz ostida x ta a desalaring, ildiz ostida x ta a desalaring, x o'zi a kvadrat bo'ladi. Qo'yinglar. 3 taqsim yangi ko'rinish bo'ladi, algebra ekansiz. Minus 5 taqsim 4 plus a kvadrat bo'ladi. Teng 1 taqsim 12. 6 yetkazsam algebra ekansiz. Endi umumiy berish uchun sal hisoblaymiz. 3 taqsim 4 plus a minus 5 taqsim a ni chiqarib olsam 4 plus a. Shu teng 1 taqsim 12. Umumiy hammasi uchun birdaniga. 4 plus a. A Yo'q, bu yerda 12 ham bor edi. a 12 4 plus a. Shundaymi? Bunga nima dedi? Unga 12 ta. 12 a da, bunga 12 da, bunga a kara 4 plus a da. Ko'paytiring. Mana tashlasa ham bo'ladi, qiynamaki bu, to'g'rimi? Nima bo'ladi? 36 a minus 60 teng 4 a 4 a sakavada. plusdan a kvadrat. Bu tomon o'tsam a kvadrat, bu yoqqa o'tsa minus 32 ta a, bu tomon o'tsa plus 60 teng 0. Nima chiqadi endi mana? 30 kare 2. 30 kere 32. 3 kere 2. 2, to'g'rimi? Yig'indisi 32, ko'paytmasi 60. Endi nima dedik? Ildiz osti x ni bir marta 30 ga, ildiz osti x bir marta 904. 9 x'imiz teng bittasi 900, bittasi 4.
Tushunarlimi? Yozmang. Qaranglar, buni nima qilamiz buni? 42. Ichkari qaranglar, nimani qasd qiladiganlar. X minus 5'te. X minus 5 qasd kvadrati 5 minus x mi? Qayerdan bo'lamiz? Mana bilan bir qisqartirish mumkin, lekin musbat yoki manfiy emas. Shuning uchun nimada chiqadi bu? Modulda. Modulda chiqadi. Endi sizga savol. Yo'q, yo'q. Modulda Yo'ldan o'zi kichkina deb turib, ishlaymiz. to'ppa-to'g'ri. Ana. Modulda o'zi turib, mana bitta minus chiqaringlar. Shu bitta minus Ya. bo'ladi. Yo'ldan kichkina. Yo'ldan kichkina deb. Nima bo'ladi? Modulda o'zi bo'lib turib, xuddi shuni manfiylik keltirsa nima bo'ladi? Yo'ldan kichkina deb Yo'ldan ishlaymiz. kichkina bo'ladi. Modulda fx, modul bossasi isang chiqdi. Minus fx. Minus fx tursa, Yo'ldan kichkina. fx ni kichik yoki teng Yo'lga. noldan deb hisob qo'yardi. Ana. Bu ham shuni hisob qo'yasizlar. Mana. X minus 5 kichik yoki teng 0, x ni kichik yoki teng 5. 5 dan kichik bo'lsa, har doim shu o'rinda bo'ladi. Tushunarlimi? Tushundikmi? Ha, o'zga kerak. Endi ishda Mana 45-misol ham shunaqa 45-misollarni. Mana ildiz ostida x kvadrat minus 3x plyusdan 2 ning qasd kvadrat turibdi. Bu yoqda minus chiqarimizdan x kvadrat minus 3x plyusdan 2 turibdi. Mana qaranglar. Mana bu ketadi, bilmaymanki modulda chiqadi, to'g'rimi? Modulda teng minus shu fx turibdi-da. Ay yana o'zi bo'lib turib manfiyli chiqsa, noldan kichik yoki teng. Agar o'zi bo'lib turib o'zi chiqsa, noldan katta yoki teng deb ishlashingiz kerak. 12 kichik yoki teng. Men oraga ustiga o'tib ketadi. Qarang. Nechi? Kiradi. Min 2 1 2 bo'ladi. O'sha Plus minus plus. Bizga nol oladi. minus oladi. Demak, 1 2 2 o'yin kiradi. Qarang, tenglar bilan tengsizlik javob chiqadi. Ana 1 2 mi? Nima? 1 tenglar bilan tengsizlik javob. Boshqa holatlar bo'ladi. Eritayapti. Tushunarli? Xo'sh. 49-misol. 49-misolda qasd kvadrat x plus 2 teng 4 minus 2x ildiz ostida x plus 2. Buni nima qilamiz? Al chiqaramiz. Buni ham modulda chiqaramiz. Qaranglar. Modulda chiqaramiz 2x minus 4. Tushunaymi? Mana adden yozsam o ekran nima bo'ladi? Bir xil qoladimi? Tashaveraman, faqat x'imiz teng bo'la oladi minus 2. Nima uchun? Minus 2 qo'ying. Nol bo'ladi. Minus 2 qo'ying 0 bo'ladi. Ikki tomon teng. Tushunarli? Ay, endi qolgani oradan bitta minus chiqaringlar. Minus chiqarsa 2x minus 4 bo'ladimi? Ammo yana modul qo'yadi. O'zi yana manfiyligi. Nima bo'ladi? 2x minus 4 kichik yoki teng noldan. X'imiz kichik yoki teng nimadan? Bo'larsak 2 bo'lyapti. 2 dan kichik yoki teng. Qaranglar, 2 dan kichik yechimlar ichida minus 2 bormi? Bor, ha? Demak, yechim sifatida olamiz. Endi qaranglar, mana ildiz turibdi. X plus 2 katta yoki teng noldan desam, x ham katta yoki teng noldan bo'lishi kerak. Minus 2 dir. Endi mana ikkini birlashtirsak, aniqlashni qoladi. Minus 2 dan kattasi. To'g'rimi? 2 dan kichkina. 2 ham kiradi. Minus 2 yu 2 joy sotib olamiz. Nimaga bu yerda chegaralar? Chunki qaranglar, mana bu yoqni olaveringlar. Misol uchun minus 10 o'ynab, mayli qo'ysang, minus 10 qanotlantirib oladi. Shuning uchun ham buni ildiziga ham javob berish kerak. Yechimlar. Tushunarli? Ana endi, ana 51-misolga qaraymiz. 51. 51-misolda ikkita tomondan nima turibdi? 2x minus 3 teng x minus 2. Buni ham qarang, ikkita tomonni ko'taraveringlar, qo'rqmasdan. 2x minus 3 teng x minus 2, to'g'rimi? Baqot tushsam 2 teng baqotsa 1. Bir qaranglar, ikkovini qanotlantirishni tekshirishimiz kerak. Bunga qo'yinglar birda. Birlashtirib olib qo'yamiz. Birda bunga qo'yinglar. Men birlashtirib olib qoladi. O'z bitta tomoni bilan bo'sh to'plam. Tushunarli?
Yozib olamiz. 54-chi misolga qaraymiz. 54. 4-chi darajamiz ostida x kvadrat plus 5x. 4-ning o'z ostida 6. Ikki tomonni 4-chi darajaga oshiraman. 4-chiga bu x kvadrat plus 5x bo'ladi. Bu necha bo'ladi? 36 bo'ladi. Sababi mana. Bitta lizmdan kvadrat ketibdi, 6 kvadrat 36. X kvadrat plus 5x minus 36 teng 0. Necha? 9/4. Qaysi minus? Minus 9/4. Endi qaranglar, minus 9 gap musbat son bo'lgani uchun qo'yib qo'yish shart emas. Yechim sifatida ko'chirish. Demak, ikkalasi yechim sifatida olmadi. Tushunarlimi? Yaxshi tushunmay qolmisiz? Ikki tomon 4-chi darajadan 4-chi 4 berdi. Shu 4 bo'lganicha 4 ikki tomonni 4 oshiradi. O'zi qolish kerak. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, qolgani oddiy qilib teng. Ana endi mana 57 ni qaraymiz. Kubimiz ostida x kub plus 19 shu teng x plus 1. Kubimiz turibdi, nima qilamiz? Kubdan. Kub qo'shiramiz, to'g'rimi? Kub qo'shmasa kub qo'shiraveradi. Kub qo'shirsa Bitta farqi yo'q. x kub plusdan farqi yo'q. Bunga na aniqlanish soha bor, na boshqa narsa bor. Shunday chiqqan javob bo'ladi, tamom. Tushunarli? Buni kub bo'yicha ochamiz. X kub plus 1 bo'ladi. Ye, qolgancha qarz kubku bu. Qarz kubni 3x kvadrat plus 3x plusdan 1 bo'ladi. Qaranglar, kublik qanday ishlayman deydi. Mana bunda to'g'ri qo'yganman. Tushundingmi? Asl tomon o'taman. Plus 3x minus 18 teng. Hammani shu bilan. X kvadrat plus x minus 6 teng. 3-2. Endi mana aytdim, chiqqan javob. Hech qancha o'ylamanglar. Mana nima bo'ligini aniqlashsa bo'ladimi, yo'qmi deb o'ylab o'tirmanglar. Chunki bu top daraja, tushunarli? 57 da bo'lsa 60. 60-chi misolda yana kub berdik, ha? Xo'sh, ko'rlaring-ku buni 61 ishlaylik. 61-misol ilizonsida x plusdan 1 x minusdan 5. Mana Kvadratga bu endi oshiramiz. kvadratga oshiramiz. Ko'rmas kvadrat bor. Oshirsak X kvadrat minus minus 10x. Qaranglar, yapon yo'ramiz hammasi. X kvadrat minus 11x. Keyingi plus 24. Necha necha? 7 kare 4. 7 kere 4 degan 4 bo'lmaydi. 8 bilan 3. 8 3. Ikkalasi ham musbat. Tushunarli? Endi qaranglar, bizda mana bu yerda endi kimlar bor aniqlash soha. Alosi o'nta Buni bo'ladi. olhammi? Ildiz yo'qdan. Ildiz yo'g'i har doim nima bo'lishi kerak? Musbat. Lekin ildiz musbat songa teng bo'lishi kerak-da. Shuning uchun x minus 5 ni katta teng bo'ladi. X ning katta teng nimadan bo'lishi kerak? 5 dan. Qaranglar, mana bu atmen bu yechim sifatida olinadi. Shu bizda qo'yib ko'ring. Qo'yib ko'rgin mana. Mana bu qo'ysang, vaqti minus 2 teng bo'lmaydi. Minus o'qalarga 3 olsak. Lekin 8 bo'lsa musbatga chiqadi. Tushunarli? Demak, javob nimaga? O'zini qo'yib ko'rish kerak. O'zini qo'yib ko'rsang ham bo'ladi. Endi 1 soat qo'yib ko'rib yurmaysan-ku. Osonroq bo'lgani uchun bir qo'yib ko'rsang ham bo'ladi. Xo'sh, 61 bo'lsa 63 ko'ramiz. 63 4 plus 2 ildiz ostida x minus 4 shu teng x ga. Mana 4 ni tomonga o'tkazib qo'yamiz. 2 ildiz ostida x minus 4 x minus 4. Tushunaymi? Kvadratga oshiramiz. 4x kvadrat x minus 4 x kvadrat minus 8x plus 16. 4 metramiz-da, yoqqa ayirib qo'yib bir hisoblayni. X kvadrat ayirib o'tsa minus 12x bo'ladi. To'g'rimi? 4 kare x ayirib o'tadi. x kvadrat 16 ga 32 bo'ladi. Qanday x kvadrat hisoblaysiz? Yo'q, x bor. 8 bor, 4 8. Ikkalasi ham musbat. Endi kimdan aniqlashni qolaman? X minus 4 ta katta yoki teng bo'lishi kerakmi? Katta arziz bo'lishi. X katta bo'lishi kerak 4 ta. Qaysi 4 8. qarang, 4 kub o'zi ham bo'ladi. Katta yoki teng degan Haqiqatdan mana 4 o'zini olib borib qo'ysalar ham 0 0
8 qo'shalaring 2 8 qo'shalaring 2 bo'laversang 2 ham qanoatlantiradi. Demak, 4 dan 8 ga bo'laveradi. Tozalab. Qaranglar, nima qilamiz buni? Xo'sh, buni ham ikki tomonidan kvadratga oshiramiz. X kvadrat minus x minus 2 teng x kvadrat minus 6x plus 9. X kvadrat nima bo'ladi? Qisqaradi. Bu yoqqa o'tsa 5x qoladi. Bu yoqqa o'tsa 11 mi? X'imiz teng 11 darsi 5. Endi mana buni nima bo'lishi kerak? X uch katta bo'lishi kerak 3 ta. 3 ta kattami bu? Yo'q. Yo'q, ikkita nechta? Shuncha bo'shliqdan olamiz. Olmush 7. Olmush 7 misollarda qaranglar. Bundan boshlab belgilash olish kerak. Qaysi? Olmush 7. Qaranglar, kimni belgilash qilamiz? Qarang, kimni? Mana bu yerda bor-ku, x kvadrat plus x minus 1 deganda. Mana unda biri bor-ku, Ash birini bu yoqqa minus qo'yib tursak, qaranglar, mana shu xuddi bu bilan bu o'xshashib qoladi. X kvadrat plus 3x minus 1 deyman. Plus o'zida x kvadrat plusdan 3x minus 1. O'sha teng 12 gami. Qaranglar, mana uni t desalaring, Bu tek mana o'z-o'zidan t kvadrat bo'ladi. bo'ladi. Tushundingmi? Demak, t kvadrat plusdan t minus 2. nima endi nima? 3. 3 qaysi minus? Minus. 4 minus. Endi nimani t deb belgilash yurtdik? X kvadrat. Plus 3x minus 1 teng minus 4 ga tengmi bu? Yo'q, bu Yo'q, chunki shu minus 4 ga tengish mumkin. Qaranglar, belgilash shuni qilayki, mana shu kerak emasini chiqarib tashlaveradi o'zi. Aniqlab soha olish katta emas. Tushunarli? Demak, mana 3 bo'lsa kvadrat ko'tarsa 9 bo'ladi. Minus 10 bo'ladi. Gap bo'lsa Plus 8 minus 10. minus 10. Shu teng 0 ga. 2 5 mi? Qaysi minus? 5 minus. Bo'ldi. Bundan chiqqan yechim sifatida olaver. Qo'rqmasdan. Yechim sifatida olinadi. yig'indisi Minus 5. Yig'indisi toping degan minus 3 bo'ladi. Tushunarli? Mana endi mana 70-misol. 70-misol ham shunga o'xshaydi. Plus 5 plus ostida x kub plus 1. Shu teng 10. Nima qilamiz ayting? Kimni bilasiz? 4 tasini ham o'tkazib olamiz. Aha, to'g'ri to'g'ri. 4 tasini qayerga o'tkazsam bo'ladimi? X ning kubi plus 1 plus ildiz ostida x ning kubi plus 1. Shu teng 12 desam rostlarmi? Endi buni t desam, bu o'zidan t kvadrat bo'ladi. T kvadrat plusdan t minus hozirgi o'zi bo'lib qolgan, qarang. Yana minus 3 chiqadi. Yana kimni t deb belash kiribdi? X kub plus 1 ni ildizini t dedim minus 4 ga tenglab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shu tenglab, yana shuda. Mana. Hozir x kubiga bu. X ning kubi plus 1 kvadratga oshirayapman. 9. Yo'q o'tsam x ning kubi teng 8. X teng 2 ning o'zi. Bundan chiqqan yechim sifatida olaverasiz. Savol bormi? Yo'q. Yoz olamiz. Qarang, 73. 73-chi misolda ildiz ostida x plus 3 plus ildiz ostida x plus 8 teng 5. Buni ham odatdagi shunday kvadrat ko'taraverasiz. Xohlanglar mana bir tomonga o'tkazinglar. Xohlanglar shu turish toping. Hisob-kitobda adashib ketmasdan bo'ladi. Mana. Ikki tomonni kvadratga oshiraman. Birinchi kvadratni bo'ladi. X plus O'zi hisoblama xolos. 2 ildiz ostida x plus 3 x plus 8. Hamma shuni uchun ikkilanganiga 2 kvadrati. X plus 8. X plusdan 8 shu teng 5 ga. Endi qarang, hisob kitob qilaman. 2x bo'ladi. 11 bo'ladi. Bu yerga 11 yo'q. Ha, 11 bo'ladi. 11 dan ayirib o'tdingmi? 2 ildiz ostida mana oshib solib chiqaman birdan. X Kvadrat plus 12. X plus 24. Tushundingmi? Endi bu yoqqa o'tsak 11 bo'ladimi? 14 bo'ladimi? Mana ikkalasi 11 ku. 11 dan ayirib o'tsak, mana 14 bo'ladi. 14 ikkalasi. 2x ayirib o'tdi. Endi yana bir marta ko'ramiz. Bir marta 2 ga bo'lib olgan. Ildiz ostida x kvadrat plus 11 X plus plus 24 7 shu teng 7 minus 2. Juda ham oson bo'ldi.
Endi ikki tomon ko'zga oshiramiz. Qo'rqmasdan. Ana o'tadi. Nima bo'ladi? X kvadrat plus 11x plusdan 24 teng 49 minus 14 ta x plus Plus x kvadrat. x kvadrat. X kvadratga qaranglar, o'z-o'zidan qisqaradi. 11x bu yoqqa o'tsa, 25x bo'lib ketadimi? 24 yoqqa o'tsa, 25x teng 1. X'imiz 1 ga teng. Tushunarlimi? Qo'yib ko'raymizmi? Qo'yib ko'rsang ham bo'ladi, qo'yib ko'r. Baribir. Bir qo'ysang bundan 4 chiqadi. 9 dan 3 chiqadi, 2 qo'ysang teng. Tushunarlimi? O'rinda-da. Mana. 2 bundan 3 chiqadi. Ko'rsataman. 73 bo'lsa, endi 75-chi, 70 7 6 7 76 ni ko'ring yoki 7 ni ko'ring, farqi yo'q. 77 qaranglar. 77 da 2 yıldız ostida 1 plusdan 4x minusdan 4 yıldız ostida x minus 2 teng 4. Buni nima qilamiz aytinglar? 2 ga bo'lib yuboramiz. Hammasi 2 ga bo'larkan, ha? 2 bo'lib yuboringlar-chi? Ana 4 yıldızdan 4x. Yo ana Shunday 4 yıldız ostida 4 kara. 4 kara. 2 bo'ringlar. bo'lardi. 1 plusdan 4x minus yıldız ostida x minus 1 shunaymi? Ha, x bor-a? 4 ga bo'l. Shu teng hammasi tomonga o'tib boramiz. Yıldız ostida 1 plusdan 4x yoqqa qo'shib o'tamiz. 2 yıldız ostida x plus 1. Shuni ikki tomon qadar ko'taraman endi. Qadar ko'tarsam 4x plus 1. 1 plus 4x birinchi kvadrat 4x shunaymi? Ikkilangan 4 yıldız ostida x plus 1. qarang, bu ikkalasi ketib qoladi. Birlar ham ketib qoladi. X teng nol. X teng 0. Tushundingmi? 0 qo'yib qo'yinglar qani? 0 0 1 Xo'sh, bunga nima qo'ysak? 0 Qaraladim-ku, to'g'rimi? 0 bo'ldi. 0 bo'ldi. 0 qo'ysak 1 bo'ladi. 2 kara 1 2. Bu yo'q bo'lib ketyapti. Ha, yo'q bo'lib ketyapti. Teng 0. Demak, javob 2 0 bo'ladi. Tushunarli? Ana endi necha ko'ramiz? 77 bo'lsa 81. 81 misol qaranglar. 80. O'shanaqa shu. Hozirga o'xshaydi. 81 yıldız ostida x plus 1. Plusdan yıldız ostida x plus 3. 2 yıldız ostida 2x plusdan 4. Tushunaymi? İki tomon kvadratga oshiramiz buni ham. Shu turishda 2 kvadratga oshirsa, birinchisi x plus 1. plus ikkilangan, yıldız ostida x kvadrat plus 4x plusdan 12. Yo'q, Yo 3. 3. Birdan ochdim, tushundingmi? Buni kvadratga oshirsak 2x plusdan 4. Yoqqa o'tkazamiz hammasini. Buni yoqqa o'tkazaman. Eski yıldız ostida. Qolib ketdi ustida x plus 3. Qaysi? Ha, ikkilangan x plus 3 qolib ketdi. İkincisi plus x plus 3 bo'ladi. Bunisi 2x plus 4. Qaranglar, bunga buni qo'shsam 2x ga to'g'rimi? 3. Xo'sh, bu ikkalasi 4, qaysi 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. 4 ham yo'q ketadi. 0 bo'lar ekan, ha? Buni ham bo'lib yuboraman endi 2x. Buni bo'lib yuboraman. 0 deb qo'yaman endi, ha? X kvadrat minus 3 minus 1. plus 3 teng 0. Necha necha? Minus 3 minus 1. Ikkita qavatlantiramiz, tekshirib ko'ramiz. Minus 1 qo'ysak bo'ladi. Minus 3 qo'ysak, bu manfiy bo'lib qoldi. Shuning uchun Yo'q. bu atmen. Minus 1 ni javob shaklida ola olamiz. Tushunarlimi? Yozib olamiz tez. 85-chi misol nima qilamiz 85? Qaranglar. Buni ham ikki tomonda kvadratga oshira olamizmi? Oshirsak Ha. qiyin bo'ladi. Xo'sh, buni bu yoqqa o'tkazib, buni bu yoqqa o'tkazib kvadratga oshiraylik, ha? Oson. Osonroq bo'ladi menimcha. Yo'q, to'xtanglar. Buni bitta kvadratga oshirmaymiz. Bitta kubachka ajrataylikchi. Yıldız ostida 2x minus 1 teng. Mana buni nima deb yozsam bo'ladi? X minus 2 x plus 2. Shunday deb bo'ladimi? Bundan vertik ko'rinishini-chi? 3 3 1mi?
Qaysi bir minus desa 3 minus. Minus 3 bir. Minus 3'ü burada. Minus 3'ü 1 mi? X plus 3. Buz ostida X x minus 3. 3 minus 1. X minus x minus 1. O'xshamadi. Demak, o'xshamagan bo'lsa qaranglar, kvadratga oshiraveramiz. Kvadratga oshiraylar qani, turish. Bu tomonga o'tsak buni. Ildiz ostida x kvadrat plyusdan 2x minusdan 3. Buni yoqqa o'tkazsak. Minus Minus 2x minus 2x 1. minus 1. Oshiring kvadratga. X kvadrat plus 2x minus 3. 1x kvadrat. X kvadrat minus 4. Minus 2 ildiz ostida. X kvadrat. Minus 4 X minus 4. X minus 2x kvadrat. 2x minus 4. 2x minus 1. Qaranglar, mana x kvadrat ketadi. 2x ham ketadi. 4 zaram Xo'sh. ketadi. Yo'q, aytdim. Mana bu ikkalasi. Minus 5. Minus 5 2 bo'ladi. Ikkilar bo'lib ketdi. Minus 5 bo'ladi. Buni yoqqa o'tsam 2, buni yoqqa 2 ham bo'lib ketsa 1 bo'lib qolgan bu tomon. Minus 1. Buz ostida nega plus 1 bo'ladi-da? Buni bu yoqqa o'tsaman. Ha. Buni yoqqa o'tkazaman. X kvadrat minus 4. Xo'sh. Minus 1. Keyingi 2x minus 1. Shu teng nimaga? Minus 1. Plus 1. Ana endi yana kvadratga oshiramiz. X kvadrat minus 4. 2x minus 1. Shu teng 1 ga. Endi nima qilamiz? Kubikka ishlaymiz, to'g'rimi? 2x kub. Ochinglar qani? 2x kub. 2x kub X kvadrat minus minus x kvadrat. minus x kvadrat shunami? Minus 8x. Minusdan 8x Plus 4. plus Plus 4 yoqqa o'tsa plus 3. 3 bo'ladi-da. Bardak Plus bo'ladi, 4 bu yoqqa ayirib o'tkazdim, 3 bo'ladi. Ana endi shu kubik tengni ishlashimiz kerak. Qaranglar, mana bu yerda xo'sh, kamchilik ketgan. Mana bu joyi minus 5 bo'ladi ikkalasi. Bu 2 bu yoqqa o'tsa minus 2 chiqadi. Keyin Keyin 2 bor bu yerda. 2 ga bo'lib yuborsak, bu yerda minus 1 hosil bo'ladi. Ildiz bo'lgani sababli bu bo'sh to'plar. Buni yechib chiqmaydi. Tushunarli? Endi qaranglar. 89 ga o'tamiz buni. 89 ni biz o'rganganmiz ko'pincha. Bir marta bitta kvadrat ko'tarib olamiz. Keyin ikkala qo'yamiz. Bunda x plus yana ildiz ostida x plus yana ildiz ostida x yana plus ildiz ostida Narsa ikkiga teng. hokazo. Teng turku. Dastlabki mana bu narsani 4 ga teng turgan edi. Chunki mana bir xil cheks ketgani uchun buni 2 ga teng olamiz. X plus 2 teng 4, x plus teng 2 qarang. Tushunarli? Endi mana 91-misollardan qaranglar. Bizda grafik usulini foydalanmasak bo'lmaydi. 91-misol teng. Teng debmiz. Xo'sh, x minus 3 teng izohida x. Qaranglar. Buni hay ishlab bo'lar, lekin bizga grafik usul qulayroq. Bizga nima uchun desa, sonini toping. Ya'ni tenglamani haqiqiy yechimlari soni nechta? Yechimi mavjud bo'lsa-ki, nechtaligini topyapti-da. Shuning uchun bizga grafik usul qulayroq. Qaranglar, ikkita funksiyani ajrataman. Y barobar x minus 3, y barobar ildiz ostida x. Eslab qolinglar. Mana grafik chizish muammo emas bizga, to'g'rimi? Ha. To'g'risidan iborat. Y o'qini minus 3 ta kesadi. X o'qini qayerga kesadi? Nol qo'yamiz. Mana unga nol qo'yish deymiz. 3. Demak, mana bu yerda. Bu o'suvchi funksiya, shuning uchun mana bunga ketadi. Endi qaranglar, ana ildiz ostida x grafiki qanaqa bo'ladi? Mana 0 qo'ysang 0 chiqadi. Manfilik son qo'ya olmaymiz, shuning uchun mana bunday ko'tarib ketaveradi. 0 qo'ysam 0, 1 qo'ysam 1, 2 qo'ysam 1 butun necha? 4 qo'ysam ha, 4 qo'ysam necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. 9 qo'ysak 3 bo'ladi, hokizga ketaveradi. Tushunarlimi? Ha, oldida minus bo'lsa shu yoqqa qarab qoladi. Ana Tushundingmi? qo'yish kerak. Pastga qarab qoladi. Ha. Oldida minus bo'lsa pastga qarab qoladi. Tushunarli? Endi qaranglar, mana ikkoni bitta grafikda tasvirlasin. keskin joyda. Keskin joylar sanab qo'ysa xolos. Nechta bo'laydi? Bitta. Bitta joyda kesdimi? Bitta yechim mavjud kesdi. Endi qaranglar, mana bu grafik muammo emas, bu grafik. Qaranglar, bunga har zaman birda qo'shib beradi-da. Birda qo'shsa yoki birda ayirib beradi-da. Funksiyani o'ziga eshitamiz. Bir qo'shildi yoki ikki qo'shildi degani funksiyani bir-biriga yuqoriga ayrildi degani bir-biriga pastga yoki ikki birlik pastga tushirishni yoki yuqoriga tushirishni bildiradi.
Qarang, mana bu grafik qanaqa bo'ladi desa, endi 0 da mana 0 emas. 1 qo'ysang mana 1 birlik yuqori ko'tariladi chegara. 1 degan chiziqdan mana bunday ketadi. Keyin birdan tepa qilib ketadi. Agar x insofda x Tushunarli? Agar mana bunga minus bo'lsa-chi, minus bo'lsa, bir birlik pastga tushib -1 degan joyda mana bunday holatga ketadi. insofda x Ikkisi o'ziga bir qo'shilishi degani, bir yoki ikki qo'shilishi degani x o'qida o'ngga yoki chapga surilishi bildiradi. Buni grafik qarang mana bunday. qo'shilsa Buni chapga grafik. bo'ladi. Bu yo'q deb tasavvur. Qo'shilsa chapga suriladi. Endi 0 ediku, bir birlik chapga suriladi. Shundan tushunib ketadi. Ha, bunaqa bo'lsa-chi, y barobar ildiz ostida x minus 3 bo'lsa, Endi bu 3 birlik o'ngga 1, 2, 3 o'ngga surilib shunga ketadi. Grafikda joylashish shu. Tushunarli? Hozir bunga doir ko'ramiz. Shuni yozib o'ynabdi. Qarang, 94-misolda nima berilgan? 94da x³ plus 1 berilgan. Keyin ildiz ostida x minus 1 berilgan. Bu ham ikki xil funksiya berilgan. Buni grafik tasvirlashimiz kerak. Birinchi o'rinda men x³ degan grafikni bitta tasvirini o'rganamiz. x³ degan funksiya grafiki qarang. Shunday keladida, mana shu tarafda bo'ladi. Agar buni oldida minusi bo'lsa, naborot bo'ladi. Tushundingmi? Minus bo'lsa. Endi qaranglar, shu funksiyaga bir qo'shildi degani, bir birlik yuqori ko'tariladi. Endi mana markaz bundan o'tadi. Birdan. Tushundingmi? Mana shu tarafga ketadi. Agar bir birlik ayrildi desa nima qilasizlar? Pastga bir birlik tushadi. Shunday keladi-da, ketadi. Tushundingmi? Agar bu videoda bo'lsa, Funksiyani o'ziga mana qaranglar. X plus 1 ning qaus kubi yoki 2 ning qaus kubi berildi. Mana shunaqa berildi. Ko'p. Endi bu grafikga qaranglar. Ox o'qida o'ngga yoki chapga surilishi mumkin. Qo'shilish chapga surilishi, mana 2 birlik mana 1, 2 birlik chapga suriladi. Xuddi shunday keladi to'g'ri. Bunaqasi. O'sha yomon chizishdi. Mana shu Agar tarafga. qo'sh ayrilsa, Tushundingmi? Endi qaranglar. Mana shu funksiya grafik qanday bo'ladi? Y barobar x kvadrat minus 5 x kvadrat plus 3. Nima deb o'ylaysiz? bu tomonda keladi. birlik tepaga ham Qaranglar, ham 3 birlik tepaga surilgan. 5 o'nga bir siljiydi. O'ngga 5 siljiydi. Mana shundan chiziq o'rtasida, mana shu tarafga keladi. Tushundingmi? Mana shu tarafga chiziladi. Hamma funksiyada shunaqa. Faqat birinchi mana bu holatdagi funksiyani ko'rsangiz bo'ldi. Dastlabkisidan o'shancha birlik o'zgarib ketaveradi. Tushundingmi? Ayni mana bu grafik qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Boya bunday edi, to'g'rimi? Endi bir ayriladi. Funksiyani ichkarisidagi x dan ayriladi. O'nga siljiydi. X o'qida o'ngga yoki chapga suriladi. Ayrilsa o'ngga, qo'shilsa chapga. Demak, bir birlik chapga suriladi, mana shu tarafga ketaveradi. Tushundingmi? Demak, endi bu bir-biriga tutashtiramiz. Qarang. Bu bir birlik mana bu yerdan ketgan. Endi buni grafikini chizamiz. Qarang. Bu bir birlik tepaga chiqadi. Birinchida x. Mana. Shunday keladi, to'g'rimi? Tutashmaydi. Bunda yechib bor. Yo'q, bo'shliq bor. Yo'q. Bo'shliq. Tushunarli? Yozib o'ynabdi. Qaranglar, 100-misolda ham grafik tasvirlashimiz kerak birinchi o'rinda. Grafik tasvirlash uchun nima qilamiz? Birinchi o'rin y barobar -x kvadrat plusdan 2x plusdan 3. Mana shu funksiyani grafikini yasashimiz kerak. Uni grafikini yasash uchun bizga birinchi o'rin a kerak bo'lardi. A biz 2 -1 ga teng, to'g'rimi? Bu parabola shoxlar nima qiladi? Pastga qaraydi. Sabab amiz bunday kichkinadi. Kamayuvchi bo'ladi. Tushunarli? Endi va oxirgi ona s y o'qini kesuvchi 3 mi? 3 degan joydan kesadi. Bizga endi x1 bilan x2 kerak. Bu uchun y ni nima qo'yishlardik? -x kvadrat plusdan 2x plusdan 3 teng 0. X kvadrat minus 2x plus minus 3 teng 0. Bundan nechini? 3 minus 1. Demak 3 bilan minus 1 dan kesadi. x1 x2 ni topib bo'ldik biz. Qaranglar, endi x0 bilan y0 kerak. X nol X0 qaranglar, bizda yechimlar mavjud bo'lsa-ki, x ni qo'shib 2 bo'ladi. X0 teng 3 minus 1 taqsim 2 ya 1 bo'ladi. X0 ham 1 bo'lar ekan. Y0 endi o'ziga borib qo'yasiz, o'ziga. Mana minus 1 taqsim 2 ga qo'ysangiz chiqadi. Yechimlari bo'lsa 2 ni qo'shib 2 bo'lsa ham chiqadi. Bir chiqdimi ato'g'ri? Bir chiqdi, to'g'rimi? Endi birda mana bu olib qo'yamiz. Y0 4 bo'lagan, ha? Bo'ldi, endi grafik chizamiz, qarang mana.
Grafikimiz Pastga birlar. qarang mana. Necha x'li qo'yaylik. 1 4 mana. 1 4 bilan yuqoriga. 4 mana shu yerda. Ha. Endi bu pastga qarab ketadi, pastga. Ha, shu. Sana qayerga kesadi? Sana. 3 ta mana bu yerda kesganda. Ikkinchisi mana bu kesgan joyga. Minus bir. Ikkinchi kesgan joy 3. 3. Mana bu yerimiz X yo'q. shu. 1mi? 1 da. 1. Burimiz 4. Tushundingmi? Mana grafik tayyorlasa. Endi ikkinchisi grafik chizishimiz kerak. Mana bu. Bunga son qo'yib qo'yaylik, mana 0 qo'ysak 0 dan o'tadi. 8 qo'ysak, mana bu 8 qo'ysak. Nechidan? 2dan. 2 dan o'tadi mana. 8 qo'ysak, mana 8 kattaroq olaylik, 2 mana. Xullas yoyiqroq degan bunday kamon bo'lib keladi. Mana shunday ketadi. Mana bu sal tezroq Ikkita ketadi. kesishyapti. Bu pastroq ketadi. Tushunarlimi? Mana son qo'yinglar, -2 qo'ysang nima bo'ladi? -2 qo'ysang. -1 qo'ysang -1 chiqadi mana. -1 qo'ysang -1 xullas mana. To'g'ri, ikkita. Tushunarli? Mana shu tartib ketadi. Qo'yib qo'ysang bo'ladi. Demak, javob Ikkita. ikkita joyda kesadi. Tushunarli? Mana bu yerda, mana bu yerda. Taxriban chizib oldim. Shu tartibda sepib o'rasizlar, chiqmagan bir qilib chiqamiz. Bundan darsimiz tugadi.